Assalomu alaykum. O'rtoq fermerlar, dehqonlar, salomatmisizlar? Mana bu F-67 makkajo'xorini kechki o'rimga tayyor bo'lgan vaqti. Xo'sh, o'ting, turing, bo'ylang. Dastim tagiga ana shunda. Xo'sh, mana bu bo'yi mana. Bo'yi 367 chiqyapti hozir. Ha, boyasi mana tak. Tanasi ham qalinligi o'rtacha. Mana bunda ikkitadan ko'sak, mana bir, tak, shu, mana ikkinchi ko'sagi. Ikkitadan ko'sak, mana bunda ham ikkitadan, deyarli barchasida ham ikkitadan, uchtadan, lekin bitta отборный bor. Mana bittani ko'rsasak sizlarga, mana bo'yi, tak, ko'sagi, mana barglari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Har bir tanada 16 tadan barg bor. Barg kengligi mana ko'rib turganlaringiz. Bu manzilimiz Jizzax viloyati Baxmal tumanida. Oldindan uzr, chiroyli video qila olmadik. Chunki xudo xolasa urush jarayonida ham tashlaymiz. F-67 urug'idan oldik. Natijalar yaxshi hozircha. Tak, hurmatli fermerlar, dehqonlarimiz, mana bu F-67miz. Mana bo'y basti, quyosh tushyapti bu tarafdan. Mana bu donna ekilgan makka jo'xorimiz. Bu ham yaxshi. Bo'yi lekin mana 1 metr undan pastroq. Mana bu silosimiz turishi yarmida qolib ketyapti bu makka jo'xorini. Mana bular ko'saklari. Ikkitadan. Mana shu 67. Mana bu endi обычный makkamiz. Bu bilan buni farqi. Bunda donda ham farqi bor ekan, barg kenligida ham plus bo'y bundan 2 barobar baland. Bunimiz mana bunimiz o'zi yarmida qolyapti. Sizlarga ham ko'rin. Maslahatimiz shu F-67 dondan ekishga maslahat beramiz. Mana hayotda ham o'z nimasini ko'rsatdi, natijasini. Mana shundoq bo'yidan pastidan bilinib turibdi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.